O'zbekistonda haqiqat yo'q deydigan do'stlarimizga haqiqiy aksiya. Kompot, salat, non, choy barchasi tekin. Faqatgina achchiq oshimiz uchun 37 ming so'm pul to'laysiz xolos. Do'stlar, o'zimizni Olmaliqning Jaydari qo'ylar so'yilib, mana shu Afsona restoraniga keltiriladi. Ko'ryapsizlar, qora go'sht sifatga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bering, voy do'stlar, mana achchiq sho'rvamiz qolib ketdi. Buni ko'rishinglar mumkin. Bu ham tekin, buni oshig'i ko'p. Buni bilgan biladi. Do'stlar, qazini ko'rishinglar mumkin. Bu uncha-muncha 50 minglik qaz emas, ko'ryapsizlar, sifatli. Bu komplektimiz hisoblanadi. Achchiq oshimizni narxi 52 ming so'm. Ushbu aksiyaga bu oshimiz ham kirgan. Atrofida turgan hamma narsa tekin. Faqat oshga 52 ming so'm pul to'laysiz, xolos. Voy, bu achchig'i bilan osh rosa ketadi do'stlar. Do'stlar, Samarqand zig'ir oshiga navbat keldi. Ushbu oshimiz ham mana shu aksiyada hamma narsa tekin, faqatgina oshga 35 ming so'm pul to'laysiz, xolos. Choy, kompot, non hammasi tekin. Do'stlar, navbat zig'ir oshimizni komplektiga. Ushbu komplektimiz narxi 49 ming so'm. Kavatak, bedana tuxum, qazi, qalampir, limon, go'sht, xullas barcha oshga kerak bo'ladigan masalliqlar bor. Agarda siz 2 kishi bo'lib keladigan bo'lsangiz, restoranimizga 1 litrlik kompot, choy, non, salatimiz tekin bo'ladi. Agar bir o'zingiz keladigan bo'lsangiz ham 1,5 litrlik kompot, choy, non, salatimiz barchasi tekin bo'ladi. Do'stlar, aksiyamiz 15-sentyabrdan 20-sentyabrgacha davom etadi. Ushbu videoni oshni yaxshi ko'radigan do'stingizga jo'natib qo'yishni yoki kommentariyada belgilab qo'yishni esingizdan chiqarmang. Oshimiz har kun soat 11:00 da tayyor bo'ladi. Afsona restoranida sizlarni kutib qolamiz.